Assalomu alaykum qadrli YouTube ishqibozlari. Bugun 28-aprel haftaning dushanba kuni biz Toshkent rayoni Hasanboydamiz. Sementalchi akaning xonadonlariga kelganmiz. Sotuvimizga 2 bosh, ya'ni 1 juft gibridlar kelgan. Xo'p, bunisi erkak, narigisi g'unajin. O'shalarni qisqacha video obzorini qilib beramiz. Qadrli obunachilar, bizdan uzoqlashmaysizlar. Xo'p, zavodskoy tabiiy to'qol, shoxini 10 ni tegiyo. Quloq raqami 92. To'qol juda chiroyli narsa. O'sha oyoq qo'llari baquvvat, mana uzoqdan olib ko'rsating. Har birini alohida obzor qilamiz inshaalloh. Buqamiz 5 oylik qadrli obunachilar. Mana orqalarini e'tibor qilinglar, orqalariga. Oyog'i baquvvat. 5 oylik buzoq. Qadrli obunachilar, telefonda har doim katta ko'rinadi, shuning uchun adashib qolmanglar. Shuning uchun biz bo'y bastini aytib o'tamiz har doim. Molxonalarda molinglar bo'lsa, o'shanga qarab hisobini olaverasizlar. Tuyog'idan dumini tepasigacha 1.15 oshib kelyapti, 1.15 rashyotini qilaverasizlar. Mana buqamizni 7 ishtilariga buni 100% garanti. Mol qilib olaman deydigan aka-ukalar, bir juft o'zimiz mana g'unajini ham buqachasini ham olib turib, o'zim kelajakda bolasini olamiz, sutini sog'amiz deydigan aka-ukalar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Manzilimizdan yana bir marta eslatib o'tamiz. Manzilimiz Toshkent rayoni Hasanboyda, Sementalchi akaning xonadonlarida. Xo'p, demak, bo'yi 1.15, 5 oylik narsa. Zavodskoy tabiiy to'qol, shoxini o'rni tegiyo. Mana bunisi endi g'unajini. Oq tumshuq, oq kiprikli joylaridan qadrli obunachilar. Xo'p, bunimizni 4 oylik. Mana molimiz 4 oylik. Bo'yi 1.10 ga xiyol yetmayapti. Xullas, g'unajinimizga qadrli obunachilar 4 oylik. Bu ham zavod to'qol, shoxini 10 ni tegiyo. Bo'lmagan ham, mana kuydirilgan emas. Original tabiiy to'qol, mana uzoqdan ham olib ko'rsating. 4 oylik mol. Mana bu. Qani. So'skalarni ko'ryapsizlar? Voy, mashalloh. Mana shu xaltasini ko'rsatish uchun ushlab tur. Mana so'skalarni qaranglar. Oq dona. 4 talasi 4 joydan chiqqan, xudo xolisa ortiqchasi yo'q. Juda chiroyli narsa. Mana. Qadrli obunachilar, aka-ukalar, yana bir marta eslatib o'taman. Telefonda katta ko'rinadi. Bo'yi 1.10 ga yetmayapti g'unajinda. Buqachamiz 1.15. Buqachamiz 1.15, mana ikkalasini bir joyda olib qo'yib, o'zim tarbiya qilaman deydigan aka-ukalar bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Telefon nomerlarini opsiyada qoldirib o'tamiz. Xo'p, endi ko'p kuttirmagan holda buni pulini aytib o'tamiz, qadrli obunachilar. Ikkalasiga bir joyda 35 million so'rayapmiz. 35 millionning ichida bu yog'i vodiyning Luboy tochkasi va vohani Samarqandigacha dastavkasi ichida. 35 millionning ichida bu yog'i vodiy, bu yog'i vohani Samarqandigacha xudo xolisi dastavkasi ichida 35 million. Yana oz-moz xayri bor, kelishamiz. Aloqaga chiqaverasizlar. Qolgan viloyatlarga kelishilgan holatda, qadrli obunachilar, aloqaga chiqaverasizlar. Yana bir marta eslatib o'taman, videoda har doim katta ko'rinadi. Shuning uchun molxonalarda molinglar bo'lsa, shundan metrga solib, taqqosini qilib kelgan aloqaga chiqaverasizlar. Buqachamizni bo'yi orqasidan oshlaganda tuyog'idan dumin tepasigacha 1.15 oshib kelyapti. G'unajinimiz 1.10 ga yetmayapti. Mana. Shunaqada ham ko'rinib turibdi mana obzorda. Mana. Ikkalasini bir joyda olib qo'yib, o'zim tarbiya qilib, o'zim mol qilib olaman, kelajakda bolasini olaman, sutini sog'aman degan aka-ukalar aloqaga chiqaverasizlar. Hammaga rahmat.